Assalomu alaykum hammaga. Siz My Film News va My Anime News kanallardasiz va bugungi videoda barcha 2025-yilning mashhur filmlarini oltita qoldirayotgan Iblislar qotili cheksiz qala haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. YouTube'da yangi funksiya chiqqan, ya'ni bu after chaqirish. Bu bilan siz o'z videongizni boshqa bir kanal bilan ulay olasiz. Davom etamiz. Bu yil hali tugamagan bo'lsa ham, Iblislar qotili cheksiz qala animesi, Ballerina, Karatechi bola, Elio, Momaqaldiroqlar, Kapitan Amerika, Jasur yangi dunyo, Fantastik to'rtlik ilk qadamlar va Superman projektlarini ortda qoldirib, hozircha Formula 1 filmidan keyin 2025-yilning top 10 eng kasbobop projektlari ichida 7-o'rinni egallab turibdi. Buni o'ziga yarasha juda ham ko'p sabablar bor. Birinchi sabab bu anime filmlarining juda ham kam chiqishi. Hozirgacha 50 dan ortiq anime filmlar chiqqan va Iblislar qotili cheksiz poyezd va Iblislar qotili cheksiz qala birinchi va ikkinchi o'rinlarni egallab turibdi. Hozirda Iblislar qotili cheksiz qala 616 million dollardan ko'p kassa yig'di va kassa yig'ishni hali ham davom etmoqda. Yana bir gap, animening raqamli HD ko'rinishi chiqishi bilan My Anime News kanalida tahlil video ham chiqadi. Shunday ekan, tezda obuna bo'lib qo'yinglar va Iblislar qotili animesining barcha sezonlari va cheksiz poyezdning tahlil videolarini anime kanalda bor. Bemalol o'tib tahlil videolarini ko'rsanglar bo'ladi. Bunchalik katta kassa yig'ishiga asosiy sabablar bu grafika, animening davomiyligi va animening yakuni. Bundan oldin bizga 4 ta sezon va bitta anime filmni ko'rsatishgandi va animening davomini milliardlab muxlislar kutishgandi. Cheksiz qala bu yakun hisoblanadi va yana 2 ta proyekt bor. Ular ham to'liq anime film bo'lib chiqadi. Part 1da biz Akazaning o'limini ko'rdik. Akaza bu 3-oy iblisi va juda ham kuchli. Part 2da esa biz Kokushibo va Domaning o'limini ko'ramiz. Part 1da Shinobu Doma bilan dahshatli jang olib boradi va unga yengiladi. Part 2da esa uning shogirdi Kanao va Inosuke Domani yengishadi. Qanday qilib Shinobu o'z sanatini zahar bilan to'ldirgan bo'ladi va Doma uni yegach, zahar asta-sekin ishlashni boshlaydi. Shundan keyin Inosuke va Kanao Domani o'ldirishadi. Agar zahar bo'lmaganda, ikkinchi oy iblisi Doma ularni o'ldirardi. Yana part 2da birinchi oliy oy Yorichining akasi Kokushibo bilan ham jang bo'ladi. Unga qarshi tosh ustuni Gyomei asosan jang qiladi va yana Sanemi, Muichiro, Genya ham Kokushiboni yengishda Gyomeiga yordam berishadi va jangda Genyani va Muichironi Kokushibo 2 ga bo'lib tashlaydi. Part 3da esa Iblislar qiroli Muzanga qarshi jang bo'ladi. Barcha ustunlar, hashiralar, yosh iblis qotillari Muzanga qarshi chiqishadi va orada Muzan yengilib, o'z kuchlarini Tanjiroga o'tkazadi. Lekin baribir rejasi o'xshamaydi va o'ladi. 9 ta ustundan faqat Sanemi, Gyu va Tengen tirik qoladi. Albatta mana bu uchovlon ham o'lishmaydi. Grafikaga kelsak, Iblislar qotili grafikasi bo'yicha eng zo'r anime hisoblanadi. Bu animeda grafika shunchalik dahshatki, kechasi bo'layotgan voqealar ham yaqqol ko'rinadi. Boshqa animelarni olsak, ko'p animelarda kechasi bo'ladigan sahnalar unchalik yaxshi ko'rinmaydi. Odamlar kinoteatrga animening grafikasi uchun ham tushishadi va juda ham ko'p odamlar mangasini o'qishgan bo'lsa ham grafikasi uchun yana animeni ko'rishadi. Yana Iblislar qotili cheksiz qala Oscarga nomzod bo'lib qo'yilgan va uni yutishini kutib qolamiz. Anime omadli bo'lib yaxshi kassa yig'ishni boshlagach, Amerika prezidenti Donald Trump chet elda olingan barcha filmlarga 100% qo'shimcha to'lov boj joriy qilganini e'lon qildi. Ya'ni endi chet el filmlari AQShda 2 barobar qimmatroq bo'ladi. Qizig'i shundaki, bu qaror aynan yaqinda katta muvaffaqiyat qozongan va Shimoliy Amerikada ham 100 million dollardan ortiq daromad topib, rekord o'rnatgan cheksiz qala filmi ortidan qabul qilindi. Donaldni Superman filmidan cheksiz qala oshib ketgani g'azablantirganmi deyman. O'zi realniy Demon-Slayer boshqa animelardan ko'ra qiziqroq, asosiy personajlar ko'proq, ya'ni boshqa animelarda main personajlar kam. Masalan, Jodugarlar jangida Gojo, Sukuna, Yuji, yana 3-4 ta personajlar asosiy hisoblanadi. Iblislar qotilida esa 9 ta ustun, 6 ta oliy olay, Tanjiro, Inosuke, Zenitsu. Bu gapim bilan Jodugarlar jangiga demoqchi emasman, shunchaki main personajlar Iblislar qotilida ko'proq demoqchiman. Videoni esa reklamadan so'ng davom ettiramiz. Reklama uncha ko'p emas, lekin foydali bo'lishi aniq. O'zim preview, logo, avatarka, banner qildiradigan Muhammadullo dizaynerimni sizlarga ham tavsiya qilaman. Nima uchun? Birinchidan, ishlari tez va sifatli, o'zingizlar xohlagandek qilib beradilar va tez javob beradilar. Ko'rishingiz mumkin, ishlari oddiy emas, professional darajada yaxshi. Dizaynerlar bilan taxminimcha 3-4 yildan beri shug'ullanadilar. Men bilan bo'lsa 1 yildan oshiq vaqtdan beri ishlaydilar. Muomala juda ham zo'r. Agar previewda xato bo'lsa, tezda to'g'rilab beradilar. Narxlar ham juda arzon va kanalinglar uchun eng yaxshi tanlov bu Muhammadullo dizayner. Kanallari va lichkalarni opisiyaniyada qoldiraman. Bemalol o'tib zakaz berishingiz mumkin va biz davom etamiz.
Xullas aytmoqchi bo'lganim, bu ketib bo'ladigan bo'lsa, anime Formula 1 filmidan ham o'zib ketadi. Bugungi videoda sizlar bilan ko'p mashhur proyektlarni ortda qoldirayotgan Iblislar qotili Chase Xala haqida gaplashdik va video haqida va anime haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni beraversanglar bo'ladi. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazib yurmaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Bosib qo'ygan bo'lsangiz, xotirjam xayr. Keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha. Your